Navbatdagi misollarimiz qo'shish formulaları. Keling, tahlilini boshlasak. Birinchi. Sinus birinchi burchak qo'shamiz ikkinchi burchak turibdi. İkinci formula. Sinus birinchi burchak ayiramiz ikkinchi burchak. Uchinchi formula. Kosinus birinchi burchak qo'shamiz ikkinchi burchak. To'rtinchi formula. Kosinus birinchi burchak ayiramiz ikkinchi burchak. Demak, boshlasak. Birinchi bo'lib ochamiz, qarang. Sinus birinchi burchak, aynan shu paytda kosinus ikkinchi burchak. Plus bo'lsa minus. Sinus ikkinchi burchak, kosinus birinchi burchak. Mana shu yerda plus bo'lsa, bu yerda ham plus bo'ladi. Sinus, kosinus. Birinchi burchak, keyin ikkinchi burchak sinusda turadi. Va kosinus aksincha ikkinchi burchak, birinchi burchak turadi. Xuddi shunga o'xshab minuslisini ham ochamiz, qarang. Sinus birinchi burchak, kosinus ikkinchi burchak. Minus sinus ikkinchi burchak, kosinus birinchi burchak. Demak, sinus birinchi burchak, ikkinchi burchakning yig'indisi, ya'ni qo'shish formulasi ochilganda mana shu tartibda, ayirmasi mana bu tartibda. Bir-biridan farqi faqat plus va minus ishoralarida. Mana bu yerda plus bo'lsa, bu yerda ham plus, minus bo'ladigan bo'lsa, minus bo'ladi. Kosinus sal farq qiladi. Kosinus faqat kosinus bo'ladi boshqa. Kosinus birinchi, kosinus ikkinchi burchak. Plus bo'lsa minus, sinus birinchi, sinus ikkinchi burchak. Ikkinchisiga e'tibor beramiz. Kosinus birinchi, kosinus ikkinchi. Mana bu yerda minus bo'lsa, endi bu yerda plus. Sinus birinchi, sinus ikkinchi. Shu tarzda kosinus ham yozib olinadi. 5-formula tangens haqida bo'ladi albatta. Tangens birinchi burchak plus tangens ikkinchi burchak. Buning minuslisi ham bor. Tangens birinchi burchak minus ikkinchi burchak. Ochib yuborsak, tangens birinchi burchak plus tangens ikkinchi burchak. Ya'ni xuddi qovusni ochgandek ochamiz. Endi pastda 1, bu yerda plus bo'lsa minus, tangens birinchi burchak, buni yozyapmizki, buni yozamiz. Tangens ikkinchi burchak. Minuslisi bo'ladigan bo'lsa, sal boshqacharoq. Qarang. Tangens birinchi burchak minus tangens ikkinchi burchak. Pastda 1, minus 7 plus bo'ladi. Tangens birinchi burchak, tangens ikkinchi burchak. Minus bo'lsa minus bo'lib, lekin bu yerda plus bo'ladi. Plus bo'lsa plus bo'lib, lekin bu yerda minus bo'ladi. Xuddi shu tartibda qo'shish formulalaridan ham foydalanamiz. Misollarni esa planshetda malakali ustozlarimiz bilan birgalikda ko'rib o'tamiz. Uchinchi mavzumizning o'zingizni sinab ko'ring misollarini ko'rib o'tamiz. Birinchi misol, sinus alfa teng 3/5, sinus beta teng 5/13 bo'lsa, alfamiz ikkinchi chorak, betamiz bu ham ikkinchi chorak bo'ladigan bo'lsa, sinus alfa minus betani hisoblang. Xo'p. Sinus alfa minus beta, sinus alfa kosinus beta, minus kosinus alfa sinus betadan chiqadi. Teng sinus alfa deyamiz 3/5, ko'maygan kosinus beta yo'q, kosinus beta minus kosinus alfa ham yo'q. Sinus beta deyamiz 5/13. Xo'p, qarang, sinus alfa deyamiz 3/5 bo'lyapti. To'g'richa burchak chizsak, bu yerni alfa desak, sinus degani 3 yo kosinus katetning gipotenuzasi nisbat. Bu yer 4 bo'ladi. Demak, bu yerdan kosinus alfani topib olsak 4/5 bo'ladi. Endi to'g'richa burchak chizamiz. Bu yerdagi burchakni beta deymiz. Sinus betamiz 5/13. Demak, bu yer 12. Kosinus beta deyamiz shunda 12/13. Teng 3/5 ko'paygan kosinus beta 12/13 minus kosinus alfa 4/5 ko'paygan 5/13 teng 36/65 minus 20/65 teng 16/65 bo'lar ekan misolimizning javobi. Keyingi misolga o'tamiz. Tangens pi/4 plus alfa teng mana shunday bo'lsa, tangens alfani toping. Xo'p. Konstruksiya choramiz. Formula bo'yicha tangens pi/4 plus tangens alfa markazda 1 minus tangens pi/4 ko'paygan tangens alfa teng 71/49. Demak, tangens pi/4 1 plus tangens alfa shuni so'rayapti. Bir a deb turaylik shuni. 1 minus a teng 71/49. 49a plus 49 teng 71a minusdan plus 71. Demak, o'ng tarafga o'tirsak hammasini 120a teng sonlarni chap tarafga o'tirsak ayb tashlasak 2 a teng 11/2 bo'ladigan bo'lsak 60 bo'lar ekan. Ya'ni tang a deganimiz nima? Tangens alfa. Tangens alfamiz 11/60 ga teng bo'lar ekan. Keyingi misol. Alfa beta birinchi chorak bo'lsa, mana shu ifodamiz 4 bo'lsa, buni qiymatini toping deyapti. Xo'p. Qaraymiz. Mana shu yerda tangens alfa plus ilzosti 3
Tangens bitta plus ilzosida 3 teng 4 bo'lyapti. Xo'p, qavslanib chiqsak, tangens alfa tangens beta plus ilzosida 3 tangens alfa ilzosida 3 tangens beta ilzosida 3 qavsdan tashqari chiqarib bo'lsak, tangens alfa plus tangens beta plus ilzosida 3 ilzosida bo'lsak 3 teng 4. Endi demak, ilzosida 3 tangens alfa plus tangens beta teng bo'ladi. 4 dan 3 dan yasak 1 minus tangens alfa tangens beta. Endi buni bo'lib yuborsak, ilzosida 3 tangens alfa plus tangens beta mahrajda 1 minus tangens alfa tangens beta teng 1. Bu ilzosida 3 ni bo'lib yozsak shu yerga 1 taqsim ilzosida 3. Bu tangens alfa plus betani formasini beradi. 1 taqsim ilzosida 3 alfa plus beta. O'zi tangens qachon 1 taqsim ilzosida 3 ga teng desa 60 gradusda, ya'ni pi taqsim 30 gradusda pi taqsim 6 da. Demak, 10 ko'paygan alfa plus betani pi taqsim 6 qo'ysak 1 taqsim 6 ning kubi qoladi. Bu ya'ni 10 taqsim 216. Uzr, sal cho'rashdi. 10 taqsim 216 qolar ekan. Misolimizning javobi. Keyingi misolga o'tamiz. 4-misolimiz 4 kosinus 20 gradus minus ilzosida 3 kotangens 20 ni biz kosinus 20 gradus mahrajda sinus 20 desak bo'ladi. Demak, bunga sinus 20 gradusdan mahraj bersak 4 ni biz 2 ko'paygan 2 sinus 20 kosinus 20 deb yozsak bo'ladi. Minus ilzosida 3 kosinus 20 gradus mahrajda sinus 20 gradus teng. Endi bu kosinus sinus 40 deb 2 sinus 40 gradus minus ilzosida 3 kosinus 20 mahrajda sinus 20 teng. Bu 40 ni men 60 minus 20 qilib yozib bilaman. Demak, 2 sinus 60 kosinus 20 minus 2 sinus 20 kosinus 60 minus ilzosida 3 kosinus 20 mahrajda sinus 20 keladi. Teng 2 ko'paygan sinus 60 dan ilzosida 3 taqsim 2 kosinus 20 minus 2 ko'paygan sinus 20 kosinus 60 dan 1 taqsim 2 minus ilzosida 3 kosinus 20 mahrajda sinus 20 teng. Bu bilan qisqasi ilzosida 3 kosinus 20 minus ilzosida 3 kosinus 20 bular qisqarib ketadi. Bu ikkilar qisqarib ketsa, bular ham qisqarsa minusdan 1 qoladi javobimiz. Keyingi misolga o'tamiz. Xo'p. Mana shu ifodaning javobi teskari deb qarasak, mana buning kvadrati bor. Bu buning ham kvadrati bo'ladi. Mana shu tangens kvadrat 7 pi taqsim 24, tangens kvadrat pi taqsim 24 ni men yozaman. Tangens kvadrat 7 pi taqsim 24 o'chiraman. A kvadrat minus B kvadrat bo'yicha tangens pi taqsim 24 a minus b tangens 7 pi taqsim 24 plus tangens pi taqsim 24. Endi bo'lingan mana shu ifodani, buni ham 1 ni kvadrati minus mana bu ifodaning kvadrati desam, birinchi plyusni yozaman. 1 plus tangens kvadrat 7 pi taqsim 24 tangens pi taqsim 24. Ikkinchi qavsida 1 minus tangens kvadrat 7 pi taqsim 24 o'tamiz. Endi bu yerda kvadrat bo'lmaydi, bu yerda ham bo'lmaydi. Sababi a minus b plus qilyapmiz. 7 pi taqsim 24 tangens pi taqsim 24 teng. Bu t demak shart emas ekan. Endi buning ham kvadrati bor. Qaraymiz, bu yerda tangens alfa tangens beta 1 plus tangens alfa tangens beta, ya'ni tangens 7 pi taqsim 24 minus pi taqsim 24 ning formasini beryapti. Ko'paygan bu yerda plusini beryapti, ya'ni tangens 7 pi taqsim 24 plus pi taqsim 24 ni beryapti. Shuning ham cos kvadrati bor. Teng 7 pi dan pi dan 6 pi, 6 pi degani 24 ga bo'lsak pi taqsim 4 qoladi. Ko'paygan tangens qo'shsak 8 pi, ya'ni pi taqsim 3 qoladi. Shuning kvadrati. 1 ko'paygan tangens pi taqsim 3 ilosi 3 ning kvadrati. Bu ya'ni 3. Demak, misolimiz javobi 3 chiqar ekan. Keyingi misol. Xo'p, hisoblaymiz. Xo'p, keyingi misolimiz davom etamiz. Tangens 60 da qiymati ilzosida 3, kosinus 15
minus sinus 15 ko'paygan 5 ildiz 2 teng. Xo'p, qarang, bu yerni 2 ga bo'lib yuborsam 1 taqsim 2 bo'ladi bu yer. Endi bu yerni 2 ga ko'paytirsak kessam bo'ladi. Sabab 2 qavsicha ko'paysa, sabab 2 lar qisqarib ketadi. Ildiz 3 taqsim 2 deganimiz bu kosinusdan 30 degani. Kosinus 15 minus 1 taqsim 2 degani sinus 30 degani sinus 15. Ko'paygan bu 5 2 ga ko'paysa 10 ildiz 2 teng. Xo'p, kosinus alfa kosinus beta minus sinus alfa sinus beta. Kosinus alfa plus beta yani 30 ga 15 qo'shamiz 45. 10 ildiz 2 ko'payadi. Kosinus 45 da ildiz 2 taqsim 2 ko'paygan 10 ildiz 2. Ildiz 2 lar qisqaradi. Javobimiz 10 qoladi. Keyingi misolga o'tamiz. Xo'p, bu yerda soddalashtirib chiqamiz, ya'ni qavsdan olib chiqamiz. 2 ko'paygan kosinus alfa kosinus beta 4 kosinus beta kosinus alfa minus bo'lsa bu yer plus bo'ladi. 2 sinus pi taqsim 4 sinus alfa plus ildizni 2. Qarang, sinus 3 pi taqsim 2 dan nomi o'zgaradi. Kosinus alfaga 3 pi taqsim 2 dan ayrilyapti. 3 joyda sinus ishorasi minus. Demak, bu yer ham minus bo'ladi. Mahrajda 2 ko'paygan 2 pi taqsim 3. Demak, sinus 2 pi taqsim 3 kosinus alfa plus 2 ko'paygan sinus alfa kosinus 2 pi taqsim 3 minus ildizni 3. 2 pi da nom o'zgarmaydi, kosinus alfa bo'ladi. 2 pi dan ayirsak 4-joy ishorasi o'zgarmaydi. Teng. Bu ildizni 2 taqsim 2 qisqarib ketsa, ildizni 2 kosinus alfa. Bu ildizni 2 taqsim 2 2 lar qisqarib ketsa, plus ildizni 2 sinus alfa. Minus ildizni 2 kosinus alfa. Mahrajimiz qaraymiz. 2 pi taqsim 3 degani bu bir zimograf degani. Demak, ildizni 3 taqsim 2. 2 lar qisqarib ketsa, ildizni 3 kosinus alfa plus bu degani 1 taqsim 2 minusdan 2 lar qisqarib ketsa sinus alfa minusdan minus ildizni 3 kosinus alfa teng. Ildizni 2 kosinus alfa qisqarsa, ildizni 2 sinus alfa qoladi. Bular qisqarsa minus sinus alfa qoladi. Bular ham qisqarsa minus ildizni 2 qoladi javobimiz. Shu bilan 85-3-mazmunimiz o'z nihoyasiga yetdi.